Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Düşman yurtinglarga yopirilib kelib etibdi. Podshohinglarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishinglar, bir umr dog'da qolasizlar. Chiqir, Xotan diyarning oliy hukmroni Yaqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, shuni to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu oyab o'ltirma. O'zini kartlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itimni yutib bitaman. Manjola qiza hadidan eshibdi. Va davlat oliylaridek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltim o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umr rivoyat hech kimga ishonmadim. Hamma odamdan gumonlandim. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Undaqmi deb ketma bolam. Sabab qilsang savatda suv to'xtaydi degan gap bor-ku bizda. Sabab qilib boqili. Alloh marhamatini oyimas. Ular sirliq tepishmoqqa o'xshaydigan bu gumonni aniqlash uchun qo'llisining qiytiqi chiqib ketgudek bosh qatirishdi. Xilma-xil chiroylarni, cho'ng-kichik mansabdorlarni, to'niydiganlikka yasovul mahramlarni, ordu mulozimlarini ko'z oldidan o'tkazib, yordam qo'lini sunalaydiganlarni dangsab ko'rishdi. Kepak tarvish ishonchliroq deb hisoblagan odamlarni, Oy Muhammad bilan Karim qo'l o'ylab topgan chora amallarni ko'ngil aglikidan o'tkazib tasqab chiqqandan keyin oxir o'rdiga ko'z tikishdi. Imkon bor, o'rda tevfining madadini qo'lga keltirishni loyiq ko'rdi. Demisimi, bu sirliq va nozik qulub o'rdidagilarning yoki o'rda ahli bilan yaqin aloqasi bor ishonchli odamlarning yordamisiz echilmaydi. Yordam qo'lini sung'uchi kishimu nihoyatda cho'ng xatarga tavakkul qilishi lozim edi. Oy Muhammad kepak darvish bilan kelishib olgani bo'yicha qosh qaraygan chog'da dodisining og'inisi o'zlarining ko'ni cho'pqiti tevib Sirojiddin Mahsumninkiga yetib bordi-da, hol ahvol so'ragandan keyin maqsadni ochiqli aytdi. O'g'lim, biror hojiding bo'lsa, qo'rqmay et. Tumur tutqizg'ili kelgan bo'lsang, biligingni chiqar. Chomim yetadiganli ish bo'lsa, ikki qo'lim ko'ksimda. Agar mondashqili kelgan bo'lsang, oldingda to'lim xijilman o'g'lim. Xohlasang, oldirash ishimni tugitibla, atugin do'koningga boraman. Bu iltimosimga xafa bo'lmassan? Ya Alloh. Yolg'on aytish pilsirab ko'rikdan o'tmakdanmi tasmi nima? Yurakining xuddi ot choptirgandek do'pildayotganini to'ygan Sirojiddin Mahsum kang peshonasidan, ilmek burnining uchidan o't ketganda qizayotgan mangzidan sal bo'lib qo'yilayotgan qora tarni qo'lining kayni bilan surtkash ichida xursinib oldi. Va chondirib qo'ygan qo'ymag'anligini belib yiqish qarzida Oy Muhammadga lop qilib qarab oldi. Durust. 50 necha yillik umrini oqni oq, qorini qora deb o'tkazgan. Allohlik bilan tutgan vujudiga iymon nuri bilan jula bergan bu xudogo'y tevib faqat zururiyat yuzasidan yolg'on so'zlayotdi. Biroq uyatsiz yolg'onchilarga yarashadigan bu kichkina ish uningga olamcha gunoh bo'lib tuyulayotdi. So'zlab etib, to'hfa gunohining guvohchisi bo'lgan malaikalardan izzat tortdi. Allohning g'azabidan qo'rqatdi. O'zini vaylun do'zaxning o't otashlarida o'rtinayotgandek, tog'dek cho'ng gurzlar ostida kukum talqon bo'layotgandek his qiladi. Og'zidan aytilib chiqayotgan oyonchilik damlar tilini, levini dog'mol kabi dog'lab o'tganda bo'lsa, har so'zida azotdi, har jumlada chandiratdi, har gapda duduqlaydi. Bu duduqlash va chandirish aqli yutuq Oy Muhammadga emas, balki 7 yoshlik sabiy balag'imi u yolg'on aytayotdi degan tuyg'uni beradi.
Tevibning birər muhim sirni yoshirayotganini sayg'ichlik bilan to'yib turgan Oymuhammad uning gapining rost yolg'onini surishtirib o'ltirmadi. Yoqadigan gap bilan Mahsumning vijdoniy hesdashligini g'idiqlash qaroriga kelib, ishni kesili ustidan datlashdan boshladi. Mahsum ota, yurak zidisining azobi meni oldilariga boshlab keldi. Dadam yanimda bo'lgan bo'lsa, dardimni dadamga aytar edim. Sizlar bo'lsizlar otamning o'rnidagi murabbim. Dardimga sizlardan shifo tilamay amolim yo'q, dedi o'tingan holda. O'ti kasbiga varislik qilib Dehli, Bombaylarda tahsil ko'rgan Sirojiddin Mahsum mashhur tevib va usta jarroh edi. Dal oshu danqi uni o'rda darvozasiga jismonan band qilib olgan bo'lsa-mu, lekin puxra parvarlikka kelganda eng sehiy saxovatchimi uningga qo'l qo'ymay turolmaydi. O'rda ichidan qo'li bo'shagan chaqlarda nomrodlarning kesilini davolab, yetim yesirlarning beshini silaydi. Dardmanlarning yenida paydo bo'lib, pul melini va yordamini oyimaydi. U heliqi oqshimi Temur Xazinchi bekning uyidan uzab chiqib etib, tasodiban tog'or yudib yurgan sirliq odamlar bilan do'qurishib qoldi. Atsila Qovul Qozonning qizi Gul Oyimning yo'qolib ketganini angladi-da, buni alohida bir xabar tariqasida Temur Xazinchi bekka yetkazdi. Oradan 2 kun o'tgandan keyin Niyoz Hekimbekning bir sirliq mapini orig'i elib, Qashqar tarafga ketayotganini Temur Xazinchi bek o'z ko'zi bilan ko'rdi. Gul Oyimning to'yiqsiz g'oyib bo'lishi, sirliq mapa va g'alati safar qo'shilib, ularning oldiga nihoyat zo'r bir gumonni tashlab ketishdi. Bu gumonning dahshatlik manzil bilan tutishayotganini bilib yetganida bo'lsa, bu ishkaylan sir saqlash to'g'riliq cho'chib turib ahdi paymonlar qilishdi. Biroq o'z ichida yoshirinib yotgan o'sha sir uchun yukinib yalvorayotgan, o'sha sirdan xabar tepishga eng huquqli bo'lgan bir bechora yigit mana hozir oldida turibdi. U endi qanday qilish kerak? Qovul ustining yuzini qilib bo'lsa-mu, uning o'tinishini qabul ko'rsinmi? Sirojiddin Mahsum ahdini o'z beshinchilik bilan buzib etishni axloqqa va og'indarchilik mezoniga xilof deb hisobladi. Da Oymuhammadni tavakkul qilib Temur Xazinchi beknikiga boshlab bordi. Sirni Temur Xazinchi bekning o'z og'zidan anglash Sirojiddin Mahsumning ro'yiga muvofiq keladigan. Shundaqla Kavobmu zixmi ko'rmaydigan abjil chora edi. Xolmon Pansat bilan Mollaji Turabning yuzsizligidan norozi bo'lib yurgan Temur Xazinchi bek bu ikkisini e'tiborlab yurgan Niyoz Hekimbekka chopon yetibmi ketmadi. U Qovul Qozonchining vijdonliq, oq ko'ngil, obro'li odam ekanligini obdan biladi. Keyingi kunlarda Niyoz Hekimbekdan yoki dushmanlik ko'zi bilan ho'miyib yurgan yurtlardan o'ziga qozoyi qadar biror zahmat yetib qoldi degandimu, yanala Oymuhammaddek tonish bilishlar yurtlar asqaytib qoladi. Temur Xazinchi bek ularga Gul Oyim xonni Niyoz Hekimbek tutib Qashqarga akatdi degandek gaplarni qilmadi-yu, mushu ma'nidan xeyli ro'shan bishoratlarni berdi. Oymuhammad bilan Sirojiddin Mahsum uchun faqat mushuning o'zila qanoatlanarlik va ishonchlik javob hisoblanadi. Oymuhammad, Kepak Darvish va Karim qullar yana bir qitim xufiyani bosh qo'shishdi. Niyoz Hekimbekni qo'g'lab yetib, uni qiymi-chiymi qilib etish. Shu orqali Gul Oyimni qutuldirish kerak degan fikr ustida Oymuhammad bilan Karim qulning gapi bir yerdan chiqdi. Biroq qiyni qizigan yigitligi urg'ib turgan bu ishkilanga Kepak Darvish qarshi fikr qo'ydi. Cho'ng ishga tutish qilyapmiz yigitlar. Sovuqqonlik bilan o'ylab ko'rli. Biz Niyoz Hekimbekni o'ltiramdik ya Gul Oyim xonni qutuldiramdik. Meningcha, buningga talash tortish ketmaydi. Oldi bilan odamni qutuldirayli. Hokimbek bilan kechikibrak hisoblashib olsaqmi ulgurimiz tehi. Niyoz Hekimbekni o'ltirmasak, Gul Oyim xonni qanday qutuldirg'ili bo'ladi? Sizlar Niyoz Hekimbekni piyozliqdagi qaranchoq deb o'ylab qolmanglar. U oldiga keladigan ishlarni oldin mo'lcharlab, nurg'un yasovulni billa elib mangmay qolmaydi. Niyoz Hekimbekka yiqilish bo'lguncha avval oshu yasovullar bilan bir pas bel tutishga to'g'ri keladi.
ular bilan tutishib, o'rdikini uyan, g'izni buyan qilib atguncha Niyoz Hekimbekmi uxlab yotmaydi. Meningcha, qarab turib tuxumni toshqa urgandan ko'ra, atlik fursatni tepib, avval Guloyimxonni qutuldirib chiqqinimiz tuzuk. Oy Muhammad bilan Karimqul Kepak darvishning so'zini o'rinliq deb qaradi va Qiyni ota o'zing bilib bir yo'l ko'rsat degandek umid uchqundab turgan ko'zlarini darvishga tikdi. Kepak darvishmu to'mirni qiziqida so'qib, ko'nglida allaqachon pishib qolgan planidan ularni xabarlantirib, Xo'tangi tava har qanday yurtda yoki yo'l ustidagi uchuqchilikda bu ishni bir boshqa ochiq qilib bo'lmaydi yigitlar. Eng yaxshisi ular yakan tavasiga kirganda ondan bir ish qilishimiz kerak. Yakanda? Shundoq, yakanda. Birinchidan, Niyoz Hekimbek u yerda 2-3 kun to'xtamay qolmaydi. Ikkinchidan, xotindan omon eson chiqib oldik deb bexotlashidi. Uchinchidan, u yerda Peqirning ishonchlik birodarlari bor. Yakanning ujur-bujurlarimi menga 5 qo'ldek tunish. Bilmadim, buningga sizlar nima deysizlarkin? Nima deysizlar shu? Guloyimxonni qutuldirg'ili bo'ladigan ish bo'lsa, biz o't ichiga kirishga rozi darvish ota. Kepak darvish safar tayyorliklarini puxta va inchga o'rlashtirdi. Karimqul yo'rinqashliq boyninkidan 2 yil ishlab berish sharti bilan to'limdek semiz 3 ot qarz akeldi. Otlarni obdan to'ydirib, ozg'ini ozuqliq elib olgandan keyin shu kechsili yo'lga chiqdi va 6 kunlik cho'l yo'lini 3 kunda besib Niyoz Hekimbekdan burun Yakanga tushdi. Cho'milidek osti kelayotgan karvon Yakan daryosidan o'tishigila Yakanlik ishki darvish Niyoz Hekimbekning kayniga soyidek agashdi. Yakanga kelib elibla ko'ngli amin topgan Niyoz Hekimbek Muhammad Yunusjonninkida yayrayotgan chog'da ular qarshilik ko'rsatgan yasovul beshini o'ldirib, uyqusini ocholmayotgan ishki qorovulni chambarchas bog'lab etdi. Kepak darvish bilan to'nishligi bor saroy qorovulining darvozani ochib berishi bilan Guloyimxonni qutuldirib chiqdi-da, Niyoz Hekimbekning qo'g'lab kelishidan andish qilib kelgan yo'li bilan gumiga qarab qo'ydi. "Qaranglar, o tarafdan tong etib kelyotdi", dedi oqsig'i yo'linib, o'tsinib o'ltirgan Guloyim ko'nchiqish tarafga qo'lini chinab. Yo'lvoz og'zidan qutulib, tuqqanlarning himoyasiga ulashgan Guloyim amdi to'liq asliga qaytgan va bu xosiyatlik tongni tunji bo'lib to'yib olgan edi. Tong otdi. Ufuq qo'ynidan sirg'ib chiqqan do'gilak nur osmon va zamin orasini illatdi. So'q bir kechini ko'kterak yesig'i yiqilib bir yerda o'tkazgan bu talaylik odamlar qumluq yoqsig'i yeyilgan yeshil maxmaldek so'zilib yotgan ona makoniga muhabbatlik nazar bilan ko'z tikishdi. Qo'yuq daraxtlar ularning oldida ayon bo'ldi. 22-bob ta'tir oqqan sel. Yoqubbek bir qancha oylik jiddiy hozirliklardan keyin kuchiga kelib, sapros bo'lib turgan qo'shinini abchil bir bahona bilan Moralbeshiga yo'tkab keldi. Va Amir lashkar mingbeshlarni oldiga hozir qilib, "Oqsu, kucha taraflarga berib, mozor mashayiqlarni tavob qilib yonsoq nima deysizlar?" deb so'radi. Yoqubbekning bu so'zi mozor mashayiqlar ziyoratiga bishorat emas, balki cho'ng bir harbiy harakat, jopoliq safardan derak beradi. Ular Xotan diyoriga otlantirilgandimi? "Rasulni tayyor bo'linglar. Mozori sherif ziyoratiga boramiz" degan yorliq berilgan edi. Shunga Yoqubbekning oldida adab saqlab, quloqlarini din qilib o'ltirishgan lashkarbeshi otamonlar tangla, "Otlarimizning tuyuqi qizib turibdi. Bizga olilarning bir eg'iz farmonini lozim" deb cho'rqirashdi madahning shogirdlaridek do'st tortishib. Ular o'ylagandek javob berishdi. Yoqubbek Amir lashkar Mirza Ahmad Qo'shbegi, Umarqul Dadxoh, Abdulla Pansatlarning qo'mondonligidagi 9000 otliq lashkar va 3000 piyoda lashkarni boshlab, milodiya 1867-yili 5-oyning 13-kuni Oqsu safariga ot soldi. To'p zambarak, miltiq, jazoil ko'tirgan, qilich va nayzi bilan qurollangan.
bosh oyog'iga ko'z yetmaydigan bu qo'shin Moralbeshi bilan Oqsuv orasidagi cho'l jazirada jadal qo'pqandek chang to'zitib, to'pon toshqinidek tez ilgirlamoqda edi. U yer bu yerda ko'kirib turgan qamg'oq, qo'mush degandek cho'l o'tlari ot tuyoqlaridan ko'tarilgan to'pi yomg'iri ostida birdamdala ko'zdan g'oyib bo'ladi. Bo'yinlariga Qur'on Karim osgan. Takbir aytib, ovozi bo'g'ilib ketgan qori imomlar 500 lashkarlik ponsotlarning eng oldida minishadi. Ponsotlarning keynida bir qancha to'g'ri sapning o'ttirsida oddiy bo'z chekmandan kang eteklik safar kiyimi kiygan Yoqubdek org'umoq ustida o'ltirib, kun petish tarafga. O'ziga sadoqatdan qo'shindek agishib kelayotgan qot-qot tog' tizmalariga. Takli makonning tep-tinch osmoniga qaraydi. Yoqubbekka so'ngdishibla uning safarda ko'ngil xushi qiladigan olti xotini tushgan yasidoq mapa tuch qo'ng'iroqlarini jiringlatib kelyotdi. Mapining yanida so'latiga nishon qilib kumush jabduqliq yovdoq arg'umoqlarni yetilatgan jasur qiyofatlik ponsotlar. Amir lashkarlar keladi. Otliq piyoda lashkarlar, chedir bargoh va oziq-tulik ortilgan ot qichirlar, to'nur, qozon joylashtirilgan yor-yor harvular. To'yga yetishib elishgan tijoratchilar, qanandar bekorchilar sepi chumulidek osta harakat qiladi. Otlarning kishnashlari, to'ygilarning bo'zlashlari, odamlarning varang-cho'ringi, qorilarning takbirlari qo'shilib, toshqin mezgilidagi dengiz suyidek shovqin ko'taradi. Cho'g'dek yelinjab turgan cho'l. Kun qiyam bo'lgan chaq. Oqsuv tarafdan yer-ko'k orasini tutashtirib turgan chaqpalak to'rikidek pirqirib kelgan g'oya so'r qo'yin qo'shinning qop belini uzib o'tmoqchi bo'lgandek ularning bosh ustidan o'tib ketdi. Qo'yin kaynidan yerdan ungandekli paydo bo'lib qolgan ikki odam otlarni bo'lishig'icha qamchilab Mirza Ahmad Qo'shbegining yeniga kelib nimalarnidir dedi. Qo'shbegi ularni Yoqubbekning oldiga boshlab keldi. Olilari, G'ozi Ponsat bilan Adham Botirning chag'ovul lashkarlari Oqsuvning yoydi degan yerda kucha xo'jalarining bir bo'lak odamini yo'q qilibdi. Mirza Ahmad Qo'shbegi otliq ma'lumotchilar Oqsuv tarafdan akelgan xabarni ma'lum qilib bunday dedi. Yomon yeri Jamoliddin xo'janing o'g'li Yahya xo'ja xillangan 3000 lashkar bilan Oqsuv daryosining o'qidida hech aymanmay olilarining oldini to'sib yotganmish. Yoqubbek uqdim degan ma'noda beshini langshitdi-yu, etiga qamchi urishga oldirmadi. Tom qora qoshlari qisqirib, uchi tegishay degandek qo'shuvmisida cho'nqur qo'riq paydo bo'ldi. 3000 lashkar deganning kori chaqliq. Ko'p bo'lganda 5000 lashkar chiqarsamlar, ularni ko'nimozni tutgandek titivatkili bo'ladi. Biroq Oqsuvdan ko'rlig'ichi bo'lgan joylardagi Xoqoni chin cheriklarning xil qurollari ularning qo'liga tushib ketgan. Yana kelib, bu hiyligar xo'jalarning yo'shirib qo'ygan lashkari yo'q degili bo'lmaydi. Yoqubbek Ushshoqdol o'rimchi urushida oz lashkar bilan ko'pchilikni yo'q qilib, ajoyib jang iqtidorini namoyon qilgan Isoq xo'jani ko'z oldiga keltirdi. Ikki taraf qurolining o'limini selishtirdi. Oxir qilchi behaslik qilishga bo'lmaydiganligini tushundida atrofidagi amir lashkarlarga jiddiy yorliq tushirdi. O'tirganlar qo'psin, qo'pqonlar yursin. O'gunlikka tong yo'rg'an hamon otlarimizni Oqsuv daryosida sug'urimiz, dedi qilichini Oqsuv tarafga qaratib shildi. Yoqubbek dushman kuchidan bir hassa ustun harbiy kuchi bilan Oqsuv daryosi bo'yiga yopirilib bordi. Yoqubbek qo'shinlarini yetarli kema bo'lmasa daryodan o'talmaydi deb ahmoqlarcha hukm chiqarib, kema qo'lvoqlarni yig'ib olganiga ziyoda ishinib ketgan Yahya xo'ja daryoni udil kelgan yeridan suv kolsidek suv kechib o'tgan g'urochi lashkarlarning tunji zarbasi bilan quyruqini xoda qilib qechib ketdi. Tutqunini qirib, qochqinini qo'g'lab, Oqsuv shahrigacha yetib kelgan G'ozi Ponsat bilan Adham Botir shahar markazidagi o'rda tashtiqiga odam chiqarib, "Zamon! Yoqub Qo'shbegining zamoni! Tinch yo'l, xotirjam bo'l!" deb jar soldirdi va nog'ri sunay chaldirib shaharni beshiga kiydi. Yoqubbekning 3000 xos yigiti va sarvozlari ko'p chiqim tortmayla Oqsuv shahrini butunlay ishg'ol qilib oldi.
Choshqon to'shki saroy bo'lgan Oqsu hukmdori Jamoliddin Xo'jani tutib elib, oromini qaramig'i yetkazmayla Yakan shahriga polivatdi. Muhammad Baba 105ni avatib, Ushturqonni saqlab yotgan Xetib Xo'janimi o'xshash qismatga duchor qilgandan keyin chopchib turgan org'amiqining beshini Kucha tarafga buyurdi. Kucha shahri janub bilan shimolni bog'lab turadigan muhim bo'g'iz edi. Yoqub bek Mubada shimoliy yurtlarga qo'l uzatmoqchi bo'ladi ekan Kuchani besib o'tishi. Urumchi, Manaslargacha bo'lgan zaminni o'z ilkida tutib turgan Rashidin xonni hayosiz ko'zdan yo'q qilishi kerak edi. Yo'l to'sib yotgan bu yo'lbos ujuqtirilsa, uningga qarashliq yurtlarning hukmronlik tizginini o'z qo'liga olalaydi. Darvaqa, Yoqub bekning to'liq tinchitilmagan Xotan zaminini Niyoz Hekimbekka suyurg'al qilib etibla, Qashqarga qaytib kelishidan maqsadmi qon dog'lari qurumagan shamshirining uchini shimoliy yurtlarga qartish uchun edi. U tarafdagi boy, go'zal shaharlar uni Xotandanmi bakrak qiziqtiradi, havasini qo'zg'aydi. Lekin u Xotan safarini oxirlashtirgandan keyin Oqsu bilan Kuchaga, ya'ni shimolga ot selishga damolliqqa oldirab ketmadi. Chunki Kucha o'zini jalb qilib turgan o'shu go'zal boy shaharlarni kuchlik Manju qo'shinining qo'lidan botirlik bilan tortib olgan Rashidin Xo'janing ona yurti edi. Manjulardan g'animat elingan xil harbiy jabduqlar va hisobsiz xazina boyliqlarmu mushu shaharda saqlanib yotadi. Urush tajribasidan qaraganda, yaramli qoral, yer sharoiti ustunligi va yetarlik oziq-to'ligi bo'lgan mundaq yurt nihoyat zo'r harbiy quvvatga ega yoshirin istehkom hisoblanadi. Mubada bundaq istehkomga oldirab tegish qilinadigan bo'lsa, xillangan qo'shinning emas, yurt makonining izzat hurmati uchun jinini tikkan son-sanoqsiz fuqaroning qarshiligiga duch kelishimi turgan gap edi. Yoqub bek Qashqarda bir qancha oy turib, Farg'ona tarafdan panohlik tilab kelgan Qipchoq marganlari va yerlik fuqaro orqali lashkar sonini ko'paytdi. Qo'ral jabduq ustiqonlarini barpo qilib, yangi tipdagi to'p va kaynidan o'qlanadigan yaxshi miltiqlarni yasadi. Oqsu, Kucha tarafga haftada bir oyg'oqcha avatib, xo'jalar orasidagi ichki nizoni sagaklik bilan ko'zitib bordi. Shunda qilib, mush otadigan abjil paytni taqozolik bilan kutishga boshladi. Taqdir Yoqub bekni noumid qo'ymadi. Orzu ufqqa qizirib, talay quyoshi yuzini ko'rsatdi. Rashidin xon va uning akasi Jamoliddin Xo'janing o'z nasibasiga qanoat qilmay, Kuchani qon kechib yurib qo'lga kirgizgan Homidin Xo'jaga yomonlik sig'inishi bilan xo'jalar orasida yoshirinib yotgan o'ch adovat xuddi miltiq do'risiga cho'q tashlagandek portlab ketdi. Xetib Xo'janing o'g'li Homidin Xo'ja, Rashidin xon va uning akasi Jamoliddin Xo'janing shariat ahkomlariga xilof qilmishlariga xeylidan beri norozi bo'lib yuradi. Ularning samonning ostidan suv yugurtib, o'zini chetga qayqayotganligini biladi. Shunga u bir kuni Jamoliddin Xo'janing oldiga kirib, Kucha va Oqsuda jang qilib, ko'p riyozat chekdim. Qashqarliklar, yakanliklar bilanmi urushdim. Tortgan raj mushaqqatlarim oz emas. Tog'ar Oqyar sahrosini piqirga bo'yrib bersa, maishatimga lozim qilsam, dedi. Homidin Xo'janing bu talabi mol dunyo tamasida nafsi yo'g'inib ketgan Jamoliddin Xo'janing ko'zini qizartdi. Oqyarni Homidin Xo'jaga bo'yrib bermakda yo'q, o'z pokiniga bosdi. Bu yerga Homidin Xo'janimi, hukumat do'rg'alarini yaqin yo'latmadi. Dili azar yegan, g'ururi qo'ringan Homidin Xo'ja oxir o'ch elish niyatiga keldi. Dal shu chaqda u Jamoliddin Xo'janing ukamning talabini ma'qul ko'rmay, obdan ish qilmagan ekanman. U Oqsuga bir kelib ketsin, obdan nodishib, didorimizga qinishib olsak, degan mazmundagi maktubini topshirib oldi. U oksini insofga kelib qolgan chig'i deb o'ylab, ozg'ini mahramlarni elibla Oqsuga yetib keldi. Kim bilsin? Jamoliddin Xo'janing niyati buzilib turgan ekan. U shahar darvozasidan kira-kirmayla yoshirin qiltoqqa dasidi. Bir kecha kunduzla Kuchaga akilinib, Mirza qamoqqa mahkum qilindi.
Xo'jalarning bu tariqa put tepishlarni o'z ko'zi bilan ko'rib turgan yeltapon oyg'oqchilar shu hamon Qashqarga yetib kelib, Yoqub aka Homidin xo'ja vaqasini ujur-bujurg'icha so'zlab berdi. Buningga qo'shib Jamoliddin xo'janing xizmatidagi Abdurahmon Dadxoh, Abdulla Divondaglar nomidan yozilgan maxfiy maktubni uningga topshirdi. Maktubda xo'jalar orasidagi saqaymas nizodan halokat shafisini sezib qolgan bu ikki sotqun o'zlarini Yoqubbekning ixtiyoriga topshirgan va Oqsuni urushsiz elib berimiz deb yetkichilab urgan edi. Yoqubbekka qarab bosh taraf quyruq shipanglatganlar ichida Rashidin xonning vaziri To'xti Ishik og'a begimi bor edi. Hayvisi olamni o'ri to'pi qilib qora bo'rondek besib kelayotgan Yoqubbek lashkarlari Kuchaning Yoqi Eriq degan yerida Ibrohim To'ra, Yusuf Bahodur boshchiligidagi 4000 Kucha lashkarlarining qattiq qarshiligiga duch keldi. Puruq issi bulut bilan qo'shilib ketdi. Nayzlar giralashdi. Qalqonlar teshildi. Otlarning kishdashlari urchib ovozi yuraklarni qo'zg'atdi. Yaki elishishlar pomlaqlashma jangga aylandi. Jasadlar soyning teshidek yetib ketdi. Yerim kunga so'zilgan dahshatli urushda Yoqubbek Kucha lashkarlarining ko'pini qilib ustunlik qozongan bo'lsa-mu, lekin o'zimi xeli cho'ng ziyon tortdi. Mingdek lashkarlarning boshsiz jasadlari to'pig'i milandi. Qalay-maqallashgan lashkarlarni ayvashga keltirib, qurol-yaroq, ot va odam kuchini qayta tartibga solish zaruriyati tug'ildi. Yoqubbek qizil to'nini selib etib, amdili uxtab turishiga Kucha tarafdan osmon talak to'pichon ko'tarildi. Ayol o'tmay bir tarafi qilin o'rmonlikqa tutishib ketgan kang ochiqchilikda quyuq tug' alamni va porqirib turgan minglab nayza uchini ko'rib qoldi-da, ixtiyorsiz cho'chib ketdi. Kechki quyosh oftobida cho'g'dek tovulinib yilt-yilt cho'l chechib turgan nayza uchlari tun qorong'uligida ko'yayotgan hisobsiz mash'alni aslatdi. Hari tishliq oq jiyik tutilgan tug' alamlar salkin shamolda xuddi raqibini jangi chillayotgandek lapildaydi. Yoqubbek yanala o'zini tutib oldi. Mayli cho'chsin, cho'chimisin, mayli qon to'kilsin, to'kilmasin, yana bir qitim jangga kirishga majbur bo'ldi. Peshonasiga putilgan ekan, u jangdan o'zini apqashmaydi. Faqat jang maydonida uni utulish noma'lum bo'lgan qiziq tavqadek jalb qiladi. Puxodin chiqaralaydi. Ey amir lashkarlarim, botirlarim, kuchli dushman oldinglarda turibdi. Ularning og'ziga tosh tuproq tiqinglar. Qinini daryo qilib eqitinglar. Yoqubbek atigandan beri jang qilib qimir qilgudek modori qolmagan lashkarlarga yana jangga kirish buyrug'ini tushirdi. Biroq xuddi shimol judunidek g'ulab kelayotgan hisobsiz Kucha lashkarlari orasiga ushluq nayzidek bo'sib kirish uchun ikki ko'zidan o't yinib turadigan sarkardalar va kuchli lashkarlar kerak edi. Vaholanki Yoqubbekning oldingi jangdan omon qolgan lashkarlarning ko'pchiligi o'ltirgan yerida uyquga ketgan. Yaradorlar va motamdarlarning ochiq ingrashlari, nola zarlari hamma yerni qoplab ketgan edi. Yoqubbek otlarga tukuni to'zdivatgudek qamchi urib, taraf-tarafda chepib yurgan lashkar boshliqlarini ko'ribla oz to'la delg'ul bo'lib qoldi. Ular ko'z yetkisiz janggohga qumdek chechilib ketgan. O'lchi izlab saronglardek yugurib yurgan lashkarlarni texicha yig'olmayotdi. Bir jangni tugatibla yana bir jangga kirishni xiyoliga keltiribmi boqmagan nafsi bola lashkarlar o'z halakchiligi bilan ovora edi. Buyruqqa quloq solmaydi. Abdulla Pansat bilan Umar Quldatxohning 4-5 mingcha otliq lashkari tog' bag'ridagi soyda ispurqirtib taom tayyorlayotgan o'qachilarning yeniga ketishgan edi. Yana nurg'un kishilar jasadlar orasidan o'z tuqqanlarining tonish bilishlarini izlab yuratdi. G'azablangan Yoqubbek yenidan o'tib ketayotgan qaysidir bir 105ni bekordan bekor bir qamchi urvatdi. Kimnidir yomon gap bilan tilib oldi. Dushman o'q uzgacha lashkarlarni yig'ib jangga otlantiralishidan umidsizlanib, puti ko'ygan to'g'udek beorom bo'ldi. U shamshirni shiltib, natijasiz chaposhlab yurgan bir pansatni o'lim vahimasi bilan qo'rqitayotgan bir chog'da kutilmagan ish yuz berdi.
Shahar tarafdan kelayotgan heliqi lashkarlar ular tarafga uchqandek yugurib kelavetib, ko'zga ko'rinmas bir tom bilan to'silib qolgandek 100 qadam yiroqda chiptida to'xtab qolishdi. Tog' alamlar qiysaydi. Nayza miltiqlar g'oyib bo'lib, odamlar turgan yerida o'ltirib elishdi. Yo'pirim, bu nima alomat? Alloh egan farishtalarni avatib, dushman ko'ngliga qo'rqinish soldimi qandoq? Bu urushmi yoki chaqchaqmi? Yoqubbek o'z ko'ziga o'zi ishonolmay vahima va xushalliq orasida tenab yurgan shu asnoda olvunda qimirlab turgan qarshi tarafdan bir otliq kishi ayrilib chiqdi-da, udul bu tarafga qarab keldi. Qashqariylik lashkarlarning oldingi sepida turgan bir qancha chig'avul uni tutib Yoqubbekning oldiga yo'lab kelishdi. Qas qilg'ili avatilgan bir hiylagar bo'lmasin yana, deb gumon sirg'an Yoqubbek bu yo'chin odamning o'zidan 7 qadamcha nerida to'xtatib qo'ydi va so'roq qildi. O'zing nima odam? Qayerdan kelding? So'rdi u gumonliq odamning beshidan oyog'igacha ko'zitib chiqqandan keyin. Qo'rqinidan yomg'irda qolgan o'chkidek titrab turgan bu kishi sal duduqlabroq javob berdi. Kamini qullari Hamidin xo'jamning mirzisi Abduvaris ketiki bo'laman. Xo'jam buyuk saltanatlarining soyasidan olqanchilik o'rin ixtiyor qilib, qo'llarini itoatman salim bilan oldilariga avatdi. Pushtipana olilari bay'itimizni qabul ko'rslar, xo'jam o'z oyog'i bilan kelib, duolarga musharraf bo'lib, muborak qadamlarini qutlug'usi iltifot qilg'ayla. Yoqubbek tasodifiy kelib qolgan bu omaddan ko'ranglatmu ketmadi. Taqdirning karomatidan suyundimi yo taliyining o'ngliqidan xushal bo'ldimi, pisingida kulib qo'ydi. Va faqat g'oliblardila bo'ladigan mag'rur talaffuz bilan hadis sharifda tov qilganlarning tovusini qabul qilinglar deyilgan. Hamidin xo'jamga husumat dini saqlash biz kabi musulmonlarga munosib emasdir. Xo'jam kelaman desa kelavergay. Xudo buyursa balki do'stlashibmi qolamiz. Peshonimizga putilganni tan ko'ramiz, dedi Mirziga javoban. Yoqubbek Oqsuga yetib kelganda Hamidin xo'ja Isoq xo'ja bilan billa ko'rlida turib. U Oydin xo'jadan turponni tortib elib, kuchani besib o'tib, ta bugurgacha qistab kelgan do'kchin xo'yzularini to'sish uchun Rashidin xon tarafidan u yerga avatilgan edi. Bugur tarafga yo'l selishdan burun Rashidin xon uni Mirza qamoqdan xalos etib, bir muncha yaxshi gaplarni qildi. To'n sarpo yebib ko'nglini oldi. Ammo oldinishning ta'mini tetib ko'rgan Hamidin xo'ja bundoq yaxshi gaplar bilan eribmi ketmaydi. Yomg'ir yoqqanda kiyib, optob chiqqanda tashlab yetadigan ko'ni choponga aylanib qilishni texmi xolimaydi. Xo'ja xallardan ko'rgan xo'rliqlarini oson unutib ketolmaydi. Shunga u ko'rlidan chaqirtilib, 4000 lashkar bilan Yoqubbekka qarshi otlantirilgan chog'dala bu apchil fursatni qo'ldan bermaslikka bel bog'lagan edi. Hamidin xo'ja oxir o'ylig'inidek qildi. Rashidin xonga xiyonat yo'lini tanlab, uning dushmani bilan bir pasla ap bo'lib oldi. Yoqubbekning shohona ziyofatiga daxil bo'lib, bu yangi buradir bilan keng qushada ulpatlashdi. Yoqubbek xeyli ko'p pul, kimxob, ta'tilla deganda qimmatbaho sovg'atlarni oldida qo'ygandan keyin uni biz qaytib borguncha haqqimizni duo tilovat qilg'ashtirg'aylar, deb Qashqarga yo'lga selibdi. Yoqubbek Hamidin xo'ja va uning al bo'lgan lashkarlarning ishini saramjallashtirib bo'lgandan keyin kucha tarafga qo'lini chinab turib, "Otlaninglar, Mavlona Arshidin Valiyullahning nurliq mazri ana o tarafda." Qo'shin kucha darvozasidan dog'dug'i bilan kirib kelganda, ikki g'ulash kanglikdagi o'rda sepilining ustida yeshi 60larga ulashgan. Seriq chiroy, o'ttiri bo'y, qoplan bosh, cho'ng ko'zlik bir kishi og'ziga kelganini varqirab, erkak orqardek taqlab yuradi. Sallisi cho'g'ilgan, ta'tilla to'ni yirtilgan. Rangi ruxsarini to'pi bosgan bu dardmanning og'zidan ko'pik o'rlaydi. U bir qo'lida qilichini, bir qo'lida qilichining qinini ko'tarib yurib, "Qani mening boturlarim, qani mening fuqarolarim, ov parg'onlikni uringlar, bo'g'izlanglar, yurtimizdan haydab chiqaringlar!" deb ovozining boricha cho'qqan ko'taradi. Bosh ko'ziga to'pi chachatdi, soqolini yulatdi. Osmonga qarab iltijo qiladi, uratdi.
uning o'lim oldidagi ochiq nidog'i. Dushman oldidagi mazharli kulkigimi o'xshab ketadigan bu ovozi kucha tavasini tavritib, oqsuz zaminni g'ichilarzi paydo qiladi. Qiziq yeri shuki, hech bir jonliq yoki hech bir inson uning faryodiga pisand qilmaydi. Oqsuv shahridan Borko'lgacha bo'lgan bepoyon zaminda 3 yil 1 oy hukm surgan. Endilikda halokat girdobida jon talishayotgan Rashidin xo'janing bundoq ansiz varqirashlari Yoqubbek Qo'shbegining jiniga tegdi bo'lg'ay, u ajal do'qmishida tamtirab yurgan Rashidin xo'jani tutirib kelib, muzxonadek sovuq bir uyga qamab qo'ydi. Bu talaysiz odamning bu sovuq uydan chiqqanini hech kim ko'rmadi va anglamadi. Yoqubbek Kucha va Oqsuv shaharlarida 2 oy turdi. O'z boyligidan ortiqroq qurol-jabduq, oltin, kumush, yambu, javohiratlarni yuzlab to'ga yuklab, xavfli tutqunlarni oldiga selib, milodiya 1867-yili Jamadiyal oxir oyining 22-kuni ostonasi Qashqarga qaytib keldi. Xotan hukmroni Niyaz Hekimbekning Yakandan yo'lga chiqib Qashqarga yaqinlab qolgan vaqti Yoqubbekning horduqi chiqib qolgan. Nusrat tantanasiga atalgan Nog'rusunay ovozi salbiy siqqan kunlarga to'g'ri keldi. Bu kunlar yana bir pulga arzigusiz latta qo'chaqa aylangan Buzrukxon to'ri Yoqubbekning xazinasidan 10 ming tilla in'om elib, Haram Sharif ziyoratiga jo'nab ketgan chog'lar edi. 23-bob Chegish xiyollar. Do'st Muhammad saroyida yuz bergan qonliq vaqa Niyaz Hekimbekni xuddi pirqirtib qo'yayotgandekla gongirtib qo'ydi. Mana amdi bo'lar ish bo'ldi. O'lganlarning xonini demagandimu, tortiq uchun tayyorlangan mol dunyoning eng qimmatligi, eng sarxili bir oqshomdala qo'ldan chiqib ketdi. Amdi Yakaning tinchsizligi bilan Muhammad Yunusjanni ayblab, qotilni tepib ber deb davrang solsunmi? Yo'q. Mozorga chalma otgandan, o'z yig'irni o'zi ko'chilgandan nima foyda? Bulangan qizni izlashga jakar chiqarsunmi? Bumi bo'lmaydi. Izlayotgan u qizning salohiyatini nima deb tushundirgulik? Do'st bor, dushman bor. Yoqubbekka qiz tortiq qilmoqchi bo'lganligi, uni yerim yo'lda yo'qitib qo'yganligi sezilib qolsa, bu qizil yuzni nega qo'yg'uluq? Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yazg'uchi Abaydulla Ibrohimning Shinjan xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mushu yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Ajab, o'yizda turib, g'avonchil doğru so'qqandek gap qilyotidi-ku, hazratim. Ularni xo'tanlikmi yoki yakanlikmi deb so'rayapman. Bu dushman menimcha jazman yakanlik. Kimki binamoz va tarki namozlik qilsa, Allohning g'azabiga, islom homiysi bo'lmish oliylari va Shayxul Islom hazratlarining jazosiga duchor bo'lgusidir. Faqir Xotan diyorining oliy hukmroni Yoqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. U janobning ijozati bilan o'rda bu so'g'isni tavob qilg'ili keldim. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.